Abadiy yoshlik siri uchun 600 dan ortiq yosh qizlarni umriga zomin bo'lib, ularning qoniga vanna qilgan ayol haqida bilarmidingiz? Gollivud kinolaridagi qonxo'rlar ushbu ayol oldida oqko'ngil farishtaga o'xshab ko'rinadi. Tasavvur qiling, 16-asr Yevropadagi eng boy va qudratli ayollardan biri Yelizaveta Batori. O'ta go'zal va boy bo'lgan bu grafinya qarashdan shunchalik qo'rqqanki, abadiy yoshlikni saqlab qolishning eng dahshatli yo'lini tanlagan. U yosh qizlarning qoni terini yoshartiradi, umrini uzaytiradi degan xom xayolli qora magiyaga juda qattiq ishongan edi. Dastlab u o'z qasriga xizmatkorlikka deb atrofdagi oddiy dehqonlarning qizlarini aldab chaqirtiradi. Ularni shafqatsizlarcha qiynoqqa solib, qonidan vanna tayyorlab, unga cho'milar edi. Ammo qishloq qizlari tugab qolgach, grafinya badavlat zodagonlarning qizlarini ham o'z qasriga o'qishga chaqirib, ularni ham yo'q qilishni boshlaydi. Aynan shu uning eng katta xatosi edi. Zodagon qizlar yo'qolgach, Vengriya qiroli uning qasriga kutilmaganda to'satdan askarlarni yuboradi va tintuv ishlarini olib boradi. Yerto'ladan topilgan 650 dan ortiq insonlarning murdalarini ko'rgan askarlar aqldan ozayib qoladi. Grafinyaning xonasida topilgan maxfiy kundalikda roppa-rosa 650 nafar qurbonning ismi o'z qo'li bilan yozib qo'yilgan edi. Grafinya Batori o'ta oliy nasab va qirollikka qarindosh bo'lgani uchun qonunga ko'ra uni qatl qila olishmaydi. Buning o'rniga tarixdagi eng vahimali jazo o'ylab topishadi. Uni o'z qasrida kichik bir xonaga qamashadi. Deraza va eshiklarni g'isht bilan yopib tashlashadi. Ovqat va havo kirishi uchun ozroq teshik qoldiriladi. Grafinya Batori dunyodagi eng shafqatsiz ayol 4 yil davomida shu qorong'u zax xonada telba holatda vafot etadi. Zamonaviy tarixchilar orasida bir bahs bor. U haqiqatdan ham qonxo'r ayol bo'lganmi yoki qirol uning yerlarini tortib olish uchun mana shunday fitnani o'ylab topganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu esa men uchun juda muhim.